Bo'la qolinglar. Men kech qo'yatdim-da, bolam bog'chadan olishim kerak. Avtobus kech qo'yaman. Xo'jayin, davomida soat 8 ga kelgan qilib yozib qo'yasiz meni. Bitta chiroyli choyxona mendan. Bo'ldi. Esdan chiqmanglar xo'jayin. Rahmat, charchamang. Tanish holatmi? Bunday hodisalar har kuni sodir bo'ladi. Siz esa pul, vaqt va kech qolgan ishchilar sabab ishlab chiqarish korxonangizda ish samaradorligini yo'qotasiz. Tabiiyki sizda savol uyg'onadi. Nima qilsam bu holatga nuqta qo'yaman? Yechimi esa juda oddiy. Appointning HR modulini sotib oling va yuzlab xodimlarni bemalol boshqaring. Turniket va Face terminallarini o'rnatib beramiz. Uni boshqarish esa Appoint HR mobil ilovasi orqali amalga oshiriladi. Juda sodda interfeys yordamida siz minglab ishchilarning daromadini oson tekshirishingiz mumkin bo'ladi. Istalgancha ish grafiklarini qo'shib, kunduzgi, kechki va hattoki maxsus smenalik xodimlarni ham muammosiz boshqarish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mobil ilovada siz ishga kechikib kelgan yoki sababsiz kelmagan yoki ishdan erta ketayotgan xodimlarni kuzatib turish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Tanlovda adashmang. Izohlarda Appoint deb yozib qoldiring va biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz.